بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muhtaram azizlar, aziz muxlislar, siz azizlar bilan jannat sizga muborak deb atalmish turkum suhbatlarimizni davom ettiramiz. Bugun siz azizlarga Rasulimiz alayhissalom tomonidan jannatni kafolatlagan hadislarini izhor qilmoqchiman. Ya'ni jannatga kafil bo'lganlar. Kafolat deganda bilasiz, ya'ni mana shu ishni qilsangiz, mana bu narsani olishlikka kafolat beraman degan ma'no. Rasulimiz alayhissalom azizlar bizga jannatni kafolatlagan hadislari bor ekan. Imom Abu Dovud rivoyat qilgan hadis. Eshiting. Abi Umoma radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. U zot aytdilar. Rasulimiz alayhissalatu vassalam shunday dedilar: أنا زعيم ببيت في ربد الجنة لمن ترك المراءة وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داود. يعني رسولimiz alayhissalom aytibdilar, men deyaptilar, jannatning sahnidan bir uy bo'lishga kafolat beraman. Qanday kishi o'zi haq bo'lib turib talashib tortishishni tark qilgan odamga jannatning sahnidan bir uy bo'lishiga kafilman deyaptilar. Ikkinchisi, jannatni o'rtasidan bir uy bo'lishga kafil bo'lyaptilar. Qanday kishi hazil bo'lsa-da yolg'onni tark qilgan odamga jannatning o'rtasidan bir uy bo'lishga va xulqini go'zal qilgan odamga jannatning yuqorisida bir uy bo'lishiga kafilman dedilar. Azizlar, Rasulimiz alayhissalom kafolat beryapti. Sizga jannatdan uy qurib berishlikni xohlang jannatni sahnidan, xohlang jannatni o'rtasidan, xohlang jannatni eng oliy darajasidan Rasulimiz kafilman deyapti. Buning uchun mana bu Rasulimiz alayhissalomning ko'rsatmalariga amal qilish kerak. Birinchisi, jannatni sahnidan uy qurdirmoqchi bo'lsangiz, tortishib talashishlikni tark qilasiz ekan. Hatto siz haq bo'lib turgan bo'lsangiz ham. Bu degani haqiqatni gapirmang, nima bo'lsa ham rozi bo'ling degani emas. Ba'zan shunaqa bo'lib qoladiki, hayot go'yoki tortishishlikdan iboratdek. Bir odam bilan gaplashsangiz ko'chadami, arzimagan narsalarga ham tortishilaveradi. Arzimagan narsalarga ham bir-biri bilan janjallashaveradi. Men haqman deb turib, u bilan tortishgandan ko'ra yaxshisi sukut saqlash kerak. Agar birortasi bilan tortishib ketib qoldingiz, talashib ketib qoldingiz, nimadir bo'ldi, mana shu hadisni eslabki, mana shunga hozir men sabr qilay. O'zim haqman, lekin shu bir marta sabr qilayki, Rasulim alayhissalom menga jannatni sahnidan bir uy qilib berar ekan desangiz, mana shu uy inshaalloh sizniki. Yoki jannatni o'rtasidan uy olmoqchi bo'lsangiz, unda siz yolg'onda tark qilishingiz kerak. Mana shu hadisni eshitib, tilimizga yolg'on kelganda darhol jannatni o'rtasidagi uyimizni ko'z oldimizga keltirib yolg'on to'xtatamizda. Tabiatimiz shunday bo'lib qolgan, ko'p yolg'on gapiradigan bo'lib qolingan sizlar. Arzimagan narsaga ham yolg'on gapirilaveradi, kerakmi, keraksiz holatda ham yolg'on gapirilaveradi. Qandaydir yolg'on odatiy tusga kirdi. Ammo lekin o'sha yolg'on chiqayotgan mahalda darhol tilni to'xtatsak va aytsakki qalbimizda, men yolg'on gapirishni to'xtatdim, tark qildim. Rasulim alayhissalom menga jannatni o'rtasidan uy va'da qilganlar. Agarki yolg'onni hazillashib bo'lsa ham tark qilsa deyapti. U rostakam yolg'onni qo'ying, hazillashib yolg'on qilishlikdan ham bu ham bizda ko'p. Mana shu narsani ham agar tark qilsak, inshaalloh jannatni o'rtasidan uy olamiz. Jannatning eng oliy joyidan joy olmoqchi bo'lsak, unda xulqimizni chiroyli qilishimiz kerak. Mana shu husni xulq, odob jannatning eng yuqorisidan uy olishga sabab bo'lar ekan. Agarki hozir bizga aytsaki, sen mana bu ishlarni qilsang, senga go'zal joydan uy qilib beraman desa, musobaqalashib shuni qilishga harakat qilamiz, chunki aniq turibdi deb. Xuddi shu gapni payg'ambarimiz alayhissalom aytibdilar azizlar. Keling, haq bo'lsa ham bekorchi tortishuvlarni to'xtatsak, hazillashib bo'lsa ham yolg'onni to'xtatsak, xulqimizni, odobimizni chiroyli qilsak, jannatdagi uylar darajotiga qarab bizga kafolatlangan ekan. Ana o'shanga intilish kerak. Ayniqsa eng yuqori joydan husni xulqni aytayapti ekanmi azizlar? Mana shu xulqni olishimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhissalom o'zlari husni xulq sohibi edilar. Oysha onamizdan payg'ambarimiz alayhissalomning xulqlari qanday edi deb so'raganlarda, kana xulquhul Qur'on, u zotning xulqi Qur'on edi deganlar. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalamdan
odobliroq, husni xulqroq zot hali kelgani yo'q. U zot husni xulqda tengi yo'qligi uchun ham Alloh Qur'onda maqtadida. Ana shuning uchun ham azizlar, jannatning oliy joyidan uy olmoqchi bo'lsak, husni xulq sohibi bo'lishga harakat qilishimiz kerak. Agar shunday bo'lsa, jannatdagi sizni mana shunday eng yuqori, eng oliy joydagi uyingiz muborak bo'lsin.